Biz hozir tashqi va ichki gemorroy kasallik bilan operatsiyani boshladik mana. Operatsiya jarayoni qancha vaqt ketishini va uni og'riqsiz o'tishi haqida to'liq kuzatib borsangiz bo'ladi. Nechta berasiz? Ikkita berasizmi? Bemorimiz tashqi va ichki gemorroy kasalligi bilan ko'p yillardan beri qiynalib kelgan. Hozir mana spinal og'riqsizlantirish bilan narkoz berildi va umuman og'riq sezmagan holda operatsiyamizni boshladik. Operatsiyamiz qancha vaqt davom etishini kuzatib tursangiz bo'ladi. Yo'q, 3 ta bo'ldi. Qo'shig'im aytmayapti. Qo'ying. Vazelin. Aka, qalaysiz? Yaxshisiz. Yaxshimisiz? Og'riq yo'qmi? Yo'q. Hech narsani sezmayapsizmi? Yo'q. Operatsiyani boshladik. Hech qanaqangi og'riq bo'lmaydi. Qachondan beri gemorroy bezovta qiladi? Chiqqani 5-6 yil bo'lgandir, 2 yildan beri juda anaqada. 5-6 yildan beri bezovta qiladi, oxirgi 2 yilda kuchayib ketdi, zo'rayib ketdi. Zo'rayib ketdi. Hojat vaqt chiqib qolarmidi? Hojatdan keyin chiqib qolardi. Keyin o'zi kirib ketadimi? Qo'l bilan tiqib qo'yasizmi chiqib qolgan gemorroyni? Qo'l bilan. Qo'l bilan tiqib qo'yasiz, o'zi kirib ketmaydi. Yo'q. Qachondan beri shunaqa qo'lingiz bilan tiqib qo'yasiz? 2 yillar bo'ldi. 2 yildan shu chiqib qolgan gemorroy qo'l bilan tiqib qiynalib yurasiz, ha? Hozir xudo xolasa bir 10 minutda qutulib olasiz shu qiyinchiliklardan. Qonardi har zaman igna bilan sepgan. Hozir qonyaptimi, yo'qmi? Hozirgi vaqtda. Nimasi og'ir ishganda, nagirska og'ir o'shanda har zamonda shishib, yorilib qonab. Sevichcha qo'yardim qonagan vaqt. Mana shu long apparatimiz bo'ladi. Bu bir marta ishlatiladigan long apparat yordamida gemorroy tugullari kesib olinadi.
Mana shu operatorlarni gemoritlarni ularni ham kesib, ham tikib chiqadi. Perfect. Gemologik amaliyotimiz bajarildi hozir. Long apparat yordamida ko'rib turganingizdek, hech qanaqangi og'riqlarsiz bemorimiz bu kasallik anaqadan gemoroydan qutulib oldilar. Endi bizga yana 2 kun kuzatuvda bo'lib turadilar. Keyin uylariga javob beramiz. Operatsiyamiz tugadi. Aka, tugadi operatsiyamiz. Qiynalmadingizmi? Yo'q.
Hech qanaqa og'riq bo'lmadimi? Og'riq yo'q. Bor. Rahmat.